Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilarimizdan biri gipsa blokka yoki bo'lmasam mahalliy tilda yana pena blok ham deyish qo'yadi. Pena blokka bu narsa qanday qotirsak bo'ladi, shular haqida ma'lumot bering debdi. Biz hozir qo'limizdan kelgancha shular haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, gipsa blok yoki pena blogimizga nimaga bir narsa qatirish doim muammo keltirib chiqaradi? Nimaga odamlar o'ylantirgan narsa shu. Misol arzon chiqadi, lekin gazablolarda unaqa ko'p farq qilmaydi. Bir qisqa bir 5 ming so'm farq qiladi. 5-6 ming so'm farq qiladi, lekin gipsa blokdan juda ko'pchilik uy solgan, gipsa blokda ham har xili bor. Misol uchun bu sostavga keladigan bo'lsak, основанияsi ko'rib turibsizlar, buni gips, suv va ko'pikdan hosil bo'ladi. Asosi gips bilan suv, ko'pik. Shuni hisobiga ko'pik ishirtirib beradi, gips qatirib beradi. Agar ko'pigi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, narxi arzonroq chiqadi, lekin hisobot yaxshi ushlab beradi, lekin yumshoq o'palar. Gipsini ko'proq qilib beradigan qo'shadigan bo'lsa, gipsi qattiq bo'ladi, blogi ham qattiq bo'ladi, lekin narxi ham qimmatroq chiqadi. Katta bo'lgandan keyin, zichligi baland bo'lgandan keyin hisobot ushlashi ham ko'proq bo'ladi. Qo'yingki, nima bo'lgan holatda ham, ikki holatda ham bir narsa qotirish bunga muammo tug'diryapti. Biz sizlarga hozir bitta usulni ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Oddiy pena biz sizlar uchun maxsus sotib oldik, unaqa katta bo'lmagan pena sotib oldik. Bu pena bilan qotiradigan bo'lsak, ushlaydi. Sababi hozir biz teshib turib, pena qo'yib turib, lekin tiqqanmiz. Bu qanday ushlaydi? Bu pena ishganda qisib qoladi. Yo ham kile vazifasini bajarib beradi, ham qisib qoladi. Lekinni qisib qoladi. Qisib qolgan hisobiga mahkam bo'ladi. Xudo xolasa usha beradi. Balki maxsus kichkina samolyotdan qatirib ko'rganmiz buni. Misol pena bloklarga osongina chiqarib olsa bo'ladi. Buni chiqarish imkonini qilolmadim, qo'l bilan chiqara olmadim. Pena qisib qo'ygan. Bunga narsa osmay ko'rsatamiz. Narsa ossa ham bo'ladi. Endi asosan televizorlarga yo bo'lmasa mebellarga qatirgani qiynalishadi. Kimda gipsakardan qilgisi keladi ustida yo boshqa shularga biror nima qatirishda usulini ko'rsatishni so'rab o'tgan. Shular qatirishda samarali usullardan bittasi bo'ladi. Misol qolgan hamma narsalar dubl ishlasangiz, dubl bu yumshoq narsa bo'lgani uchun ushlab qololmaydi. Bunday qisib likanglaydigan bo'lib qoladi. Kimdir mana bu kilelardan foydalanishadi. Mana bu kilelardan foydalanishadi. Buni asosan chevarlar ishlatishadi. Chevarlar tugma yopishtirishda yo bo'lmasa shunaqa chevarchilik ishlarda yo bo'lmasa boshqa sohalarda ham yopishtirgani kile vazifasini bajarib beradi. Pena blokni teshib turib, mashinadan qo'yib turib, samolyot qotirishadi. Biz ham qotirib ko'rdik, lekin biz eplolmadikmi, uncha effekt bermadi. Lekin makkan samolyotga yopishib qolar ekan, lekin qo'lda tortib chiqarib olsa bo'lar ekan, biz yopishtirib ham nima qilib ko'rdikda, eplolmadik. Biznikida bu effekt o'xshamadi. Eng samaradorligi hozircha mana shu bo'lib turibdi. Xo'p, yana qanday pena blokka qatirish usullari bor? Kimdir germetik qo'yadi, kimdir germetik qo'yadi. Shunga o'xshagan jidki gvoz qo'yib turib qatirishib beradi. Har xil usullardan foydalanishadi. Yana qanday usullarni bilasiz? Ichimizda zukko ustalarimiz ko'p. Yana qanday usullarni bilasiz? Bilsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldirib qo'ying. Ustalarga manfaatli bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like deb bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Kanalda juda ham foydali videolar ko'p. Obuna bo'lishni unutmang. Like bosish esdan chiqmasin.